bor. To'g'ri turibdi hozir. 1 minut turadi. Mana turaveradi 1 minut. 10 sekund mana undan qotadi. Ya'ni 10 sekund qotadi bo'ldi to'xtatadi, start to'xtatadi. Bu 1 minut jarayoni. 1 minutdan keyin yana 10 sekund yana to'xtab oladi. Hozir o'sha resimga qo'yib qo'yinglar o'sha. Endi menga to'g'ri qo'ysam, sal zilroq qo'ysam bo'ldi endi. 3 paqir, 4 paqirdan yordamimiz qilyapti ularimiz. Bo'ladi, hozir boramiz. Kelinglar. Bu ana katta yo'lni to'g'ri. Ha, katta yo'l yomonini topib oldi. O'shani o'ylaydi. Shunaqangi bir ko'mirda shu tashab qo'ysangiz bo'ldi ekan. Bir qop ko'mirda shunday tashab qo'ydim. Mana hozir xudo xolasa 10 minut bo'ldi. Mana mo'min gradusniymiz. Hozirgi haroratda 60-50 qo'yaverasiz. Muzlamalarda 60-70. Mana unisi deng 10 minut yonar ekan, 10 sekund totar ekan. Ko'mirda tortib olasiz. Ko'mir tortib oladi. Endi bu yonishini ko'ring. Gazdan zo'r yonar ekan. Bu ko'mirmi, gazmi? Ko'mirda bu. Voy maşallah. Rosa zo'r yonyapti ko'mir. Gazdan zo'r ekan. Qishloq sharoitlarga va pishga zo'r ekan. Ichkarida 10 ta xona bor. Eng mana isyapti. 51 gradus chiqyapti hozir. Xudo xolasa 51. Hozir ishda xudo xolasa. Gaz yo'q joylarga mana shunaqa chiroyli katta yo'llarni qo'yib, bu yerga to'ldirib bersak ham, shu ikki qopni bir qopda to'ldirib bergansiz, gradusni qo'yasiz, yoqib olasiz bo'ldi. Shuni aralashmaysiz katta yo'lga. Yuz issiq maza qilib o'tiradi. Hadi chiqib olib, yonmayapti, sinmayapti deb o'tirmaysiz. Katta yo'lga gap yo'q. Xizmatlar bo'lsa 90 so'mdan ish qilasiz.